Shuni ham gapirdingizmi? Voy, oling mana, o'zga dast qilsin. Onam, sizga ham bizni yomonladilarmi deyman a? Yo'q, yomonlaganlari yo'q. Lekin o'zim ko'ramasman-ku. Hammasini ko'rib bilib turibman. Farida opam nuqul qarasa, yo ko'chada yuradilar, yoki eshik tagida o'tirgan bo'ladilar. Nima qilyapsiz desam, o'zim aylangani chiqdim deydilar. Agar uylari tinch bo'lsa, qoq peshinda issiqda qari odam uydan ko'chaga chiqarmidi? Siz xotiningizni tartibga chaqirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Umid opa, onamchi qarib o'zi shunaqa bo'lib qolganlar. Hammaga bizani yomonlaydi. Iltimos qilaman sizga. Siz aralashmang, o'zchi jonimga tegdi. O jiyan, ko'ryapsanmi ahvolni? Shu yoshlarda beli bukchayib kir yuvib o'tiribdilar. Bo'ldi qilinglar. Jonga tegdi hammasi. Oyi, bu nima qilganingiz? Ha? Yo'q, nima qilganingiz bu? Maqsadingiz nima o'zi? Biz bir-birimiz bilan urushtirishmi? Yo mahalladagi hammaga bizni yomon ko'rsatishmi? Niyatingiz shumi? Yo ko'chada yura olmayman-ku, oyi. Hamma kim meni ko'rsa, onangga qara deydi. Ey, onangga qaramaganingdan keyin gapiradi-da. Nima deysiz? Bu agar men qaramayotgan bo'lsam-chi, mana unda o'zingiz qarang. Olib keting. Mana shu onam sizga padarga. Ko'raman, yuragimni taqsim qilib beraman. Ko'nglim g'ashlab qo'ysangizga yonaman. Qoramanmi, oppoqmanmi, onangman. Jon farzandlar parvoz qilmang havoga. Mehnatingiz minnat qilmang onaga. Haqqindoyi